So'ri tapchanlarda optim birinchi qo'l ishlab chiqarish bog'iga yetib keldi. Xohlagan turingizda, xohlagan razmeringizda bo'ladi. Eng qizig'i bu ko'rib turgan so'rilarimiz hammasi yig'ma holatda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkaga kelishilgan holatda. Bahramjon aka, bunimiz razmeri nechiga necha? Bunimiz razmeri 210 ga 140 bo'lgan, 4 kishilik. Narx navosi 950 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Qolgan yerlarga 300 ming so'm qo'shiladi. Zo'r. Bunimiz 210 ga 270 bo'lgan sasnali so'rimiz. Vodiy bo'ylab 2 million 600 ming so'mga yetkazib beramiz. Qolgan yerlarga 500 ming so'm qo'shiladi. Bunimizga kelsak, oyog'i yong'oq 2,5-3 metr razmerda bo'lgan. Vodiy bo'ylab 3 million 800 ming so'mga dastavka qilib beramiz. Qolgan yerlarga 500 ming so'm qo'shiladi, yetkazib beramiz. Bunimiz dilali deymiz, razmeri 2,5 ga 3. Narx navosiga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab 4 million 100 ming so'mga yetkazib beramiz. Qolgan yerlarga 500 ming so'm qo'shiladi. Bu yerda mana bo'yakalarimizga bor, chinor va yong'oqdan bo'lgan 2,5 ga 3 razmerda narx navosi 17 million so'm kelishtiramiz. Bundan tashqari mana ko'rib turishingiz har xil nimada so'rilarimiz bor. Bundan tashqari mana yakkalik panda divanlarimiz bor. Ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bular ochiladi. Sondiq vazifasini bajaradi. Albatta, 10 sm machalkada bo'lgan panda divan deyishadi. Narx navosi vodiy bo'ylab bir jupini 2 million 300 ming so'mga yetkazib beramiz. Qolgan yerlarga 2 million 600 mingga yetib boradi, 2 donasi. Zo'r gapi. Bu jupi bo'ladi. Alohida osani o'zdan hisoblab olasizlar. Biz turgan joy Namanganda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'idamiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Foyda uzdan oldim, masalan, bonuslarni qilib berishadi.